Sani bu holatga olib kelib olish oson bo'lmadi. Qara, to'lib toshding. Keyin baxting chopib ikkita bo'lding va bundan xursand bo'lib buni to'ldirding va bu orada senda bular paydo bo'ldi. Bularga boringni berding. Oshirib, toshirib. Lekin oshiqchasi bularni bezitadi, kerak emas. Qara qanday yaxshisan. Ularga hammasini berding. Bu chelaklar doimiy to'ldirib turilishga muhtoj. Agar katta chelak o'z vazifasini vaqtida bajarmasa, ularning oldida kim bo'ladi? O'z vazifasini qayta bajarish uchun esa u qayta bunga muhtoj. Lekin bu be'tiborlik natijasida allaqachon qurib qolgan. Axir u quruqligida uni suv bilan to'ldirib tashlagan